Qadaringga qusur. Nevaram tengi bolalar tepkilab tashlashdi ya. Hozirgi bolalarda uyat yo'q. Bobong tengi odamga ham qo'l ko'tarasanmi, nomard? 100 gram qo'y. Ne? 100 gram qo'y dedi bu. Qulog'ing tom bitganmi? Al. Hatta koyayım mı? Yok. Kola koyayım mı? Yok. Nerede koyayım? Otanga o'xshab mijg'ovlanmasdan, aroqdan qo'y. Sana bir kichkintoy var, ben otamga tilga qismayman, tushundingmi? Al, bularni shakkiga so'rab. Menga qara, ara so'raydi ekan. Bu anu. Marhamatda ne arasın bu? Ha? Ha? Kuymuş. Sen bana kızımı saçından tortar gelsen. Qo'lingni ol, qo'lingni. Çıp. Kızımı saçından tortun. Sen de mektepte olmayıp oğazı yok. Bahtiyar Damlı'da söz alacağım. Faliyatafaddal meşgula. Bismillah. Esselamu Aleyküm hürmetli atalar, hapalar. Albatta Allah kimga qalasa o'g'il beradi, kimga qalasa qiz beradi. Agar bermay qo'ysa qo'lingdan ne keladi demoqchi. Shunda bizim bir duamızga Allah taolo shunday o'g'il berib, mana o'shuning sebebi bilan o'sha yerda qancha musulmon boshimiz biriga o'tiradi. Zor dediniz maşallah. Korkarlar ne keleptiğini özgeçti. Bunlar oldin raqsiyga qo'ysam bir qancha boyaga yapıştırib o'tib ketadilarmi? Uyalmaysınmı sen erkek oturup jendekka borasыңmı deganlar. Anam 5 zavar degan kitap var. Oşal kitapta çınından alınlar yazgan ekan. Bu jentek negizden yetti. Koy soylap, uğul bolsa 2 koy, kız bolsa 1 koy. Yetti koyrak ayallarga bergile degan. Buna erkeklerge kança versen daha bana töre et bunu. Ayallarga bergile. Bahtiyar Damlı'da söz alacağım. Faliyatafaddal meşgula. Bismillah. Esselamu Aleyküm hürmetli atalar, hapalar. Albatta Allah kimga qalasa o'g'il beradi, kimga qalasa qiz beradi. Agar bermay qo'ysa qo'lingdan ne keladi demoqchi. Shunda bizim bir duamızga Allah taolo shunday o'g'il berib, mana o'shuning sebebi bilan o'sha yerda qancha musulmon boshimiz biriga o'tiradi. Zor dediniz maşallah. Korkarlar ne keleptiğini özgeçti. Bunlar oldin raqsiyga qo'ysam bir qancha boyaga yapıştırib o'tib ketadilarmi? Uyalmaysınmı sen erkek oturup jendekka borasыңmı deganlar. Anam 5 zavar degan kitap var. Oşal kitapta çınından alınlar yazgan ekan. Bu jentek negizden yetti. Koy soylap, uğul bolsa 2 koy, kız bolsa 1 koy. Yetti koyrak ayallarga bergile degan. Buna erkeklerge kança versen daha bana töre et bunu. Ayallarga bergile.